Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'tirgan darsimiz mavzusi Bezu teoremasi va Gordner sxemasi. Qanday ketdik? Marhamat. Endi bu Bezu teoremasi bilan Gordner sxemasini buni ko'p bazali qilib aytildi. Shu sababdan ko'p bazali to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taylik. Qandaqdir bir px degan ko'p bazali berilsin deylik. Bu ko'p bazali mulaxazimiz n x ning n derecesi qo'shilgan a x n minus 1 köpeytilen x ning n minus 1 derecesi qo'shilgan a n minus 2 köpeytilen x ning n minus 2 derecesi qo'shilgan va shunga o'xshash. Oxirida a 1 köpeytilen x qo'shilgan a 0 degan mana bir qanaqa bir ko'p bazali berilsin. Ya'ni bu ko'p bazalarda derecesi kimmiş tertip boyunca yazılıptı. X'ninki hani bu A dediğimiz bu mu? Bizde boş eza. A0 dediğimiz geçirse boş eza. Bu A n minus 1 bu derece göstergeci yani X'nin numeri koefficientleri. Bu şeyden biz mundaq narsani tushungili bo'ldi. Eğer biz X son o'rniga qanaqa bir X0 sonini qo'ysak, bir qanaqa bir son. O çağda bizden bu köp bazalığımız mundaq turib keldi. P x0 teng a n köpeytilgan x0 ning n derecesi qo'shilgan a n minus 1 köpeytilgan x0 ning n minus 1 derecesi. Ve şunu şu davamlı bitirdi. Yani qarang, x0 bu bizde son. Demek birligen köp bazalıqda özgərişli ordunun sandığı almışsak, bunun nemesi çıxıyor, sanlıq mənası çıxıyor. Sebep bizde bişidila a n minus 1, a n minus 2 bulayımız salladır mı? Sanda bir koyuyor, san. Onu sanını, yani bir qanaqlı bir demge sanı köp etkeni, böyle ahırda qanaqlı bir sanlıq nem çıxıyor, məna çıxıyor. Demek bu şunun barlığını neyimiz bu? Px köp bazalığının nemesi sanlıq mənası. Köp bazalığının sanlıq mənası. Yani bir de jığıştırıp qanaqlı bir san çıxsa, bu şuna Px köp bazalığının sanlıq bir mənası dep eytidu. Endi eğer şu Px köp bazalığını nolıq aylandırdıgan qanaqlı bir A sanı tipilsa, A sanı yani bu A sanı muşu köp bazalıqның tomir bolu. Bu yani Px köp bazalıqның nemesi tomir bolu. Tomiri. İdalik mundaq bir köp bazalıq bo'lsin. Px'ten x kvadrat qo'shilgan x minus 6. Edim bu şeyden bizde qanaqa bir minus 3 son alaylik. Minus 3 sonini abarıp x onu qo'yildi. Şu da minus 3'ning kvadratı qo'shilgan minus 3 minus 6 bo'ldirsa, teng hisoblaylik. Minus 3'ning kvadratı qancha? 9. İlg'an 3 minus 6 teng 9 3 nasıl 6, 6'dan 6'ya yazsak 0. Demek bu minus 3 sani bu px köp bazalığı nimga aylandırib o'tdi? 0'ga aylandırib o'tdi. Demek bu minus 3 sani Px köp azalığının qisqartib yazsam köp azalığımız bo'ldi tomiri bo'ldi. Endi demek bu a san tomir bo'lsa, demek bu Px köp azalığı bu x minus a köp azalığı nima qildi? Bölündü. Yani böyle bölgende yani onun da hazır olur. Ten bu x minus a bölse demek yani x minus a köpeyitkende şu çıkış gerek. Köpeytilgen qanaqa bir qx degan bir yana bir köp azalığı kelib chiqadi. Endi bu albatta tomir bo'lsa, yani böyle qoldiqsiz bölündü degan so'z. Endi kelasi mundaq bir misolni qarashtiraylik. Endi biz kelasi mundaq qanaqa bir px köp bazalığını x minus a
köp azalıq bölgende biz yani qanday bir köp azalıq çıkıp hem r qalduq qalsa muş qalduqni qanday hesaplaymiz? Bu qalduqni Bezout teoремасы boyunca mundaq deydi. Her qanday köp azalықni x minus a'ga yani x minus a 2 köp azallığı 2 azallığı bölgende çıkan qalduq bölüngüçünün x'ten a bolğandaki mənası tən. Yani bu bizde bölüngüç. Bu bizde bölgüçler dursun. Bölüngüçnün x'ten a yani x sonra a'nı koyğandaki mənası tən bol bu r qalduq. Qıynalıqtın bir misalını qarıştırıyorduk. Texnik üçün. Mana px köp azalı 2x bölü qoşa 7x minus 1 a sanı 1 bolsa qalduq немге тәң. Bu nem деген söz? Yani px köp azalığını biz x minus a'ga bölgende bizde qanaqtı bir köp azalıq çıkıp hem qoşulgan bir r degan bir qalduq çıktı. Şu qalduqni qanday hesaplaymiz? Onun için biz p teng 1 degan bolğandaki mənası dep etsek boldu. O çağda 2 köpeytilgan 1'nin kvadratı qoşulgan 7 köpeytilgan 1 ilingan 1 teng. Meydi 2 qoşulgan 7 ilingan 1. 2 7'ni qo'shsak 9, 9 barsa qancha? 8. Demek bu nimini bildirdi? Biz 2x kvadrat qo'shilgan 7x minus 1 köp azalığını x minus a, x minus 1 2 azalıq bölgende qandaqtı bir köp azalıq çıkıp hem qo'shilgan 8 qalduq chiqadiganligini bildirdi. Kelesida biz mundaq misol qarashtiraylik. X'in 5 derecesi ilan 3x kvadrat qo'shilgan 7x qo'shilgan 2 a teng minus 2 bolsa qalduqni hisoblanglar. Onun için ben x sonra 2 degan sonni qo'yib etsam o'zi yeterlik. Şu ortada 2'nin 5 derecesi bo'ldi. İlgan 3 köpeytilgan 2'nin kvadratı qo'shilgan 7 köpeytilgan 2 qo'shilgan 2 teng. 2'nin 5 derecesi bizde 32 ilgan 2'nin kvadratı 4, 4'ün 3 köpeytsem 12 qo'shilgan 7 2 14 qo'shilgan 2. 32'de 12'ni alsak 20, 20'ye 14'ni qo'shsak 34, 34 2'ni qo'shsak 36. Demek biz bu px bu köp azalığını yani px köp azalığını biz qancha bölümüz? X formül boyunca minus a. Bizde qancha özü minus x plus 2 köp azalığı bölgende qanaqtı bir köp azalığı çıkıp hem 36 qaldıqalığını bildirdi. Mana bizge qaldığımız mana. Keres biz mana misal 2x'in 4 derecesi qo'shilgan 3x kub ilingan 5x kvadrat ilingan 7x qo'shilgan 2 köp azalığını x minus 3 2 azalığı böleylik. Bizim cevabımız qancha chiqdi? Qalduq qalamdı, qamamdı. Moşuna qanday tapamiz? Bununla bizga bugungi darsimizdagi Görner sxemasi yordam berdi. Görner sxemasi uchun biz sizga shuni olamiz. Ikki qursizaymiz. Bunu o'zaro bölüydimiz. Mana bölmez. Endi qaranglar. Bu x minus 3 bizga bölgüç. Bu bölgüç yani x minus 3 teng 0 bolsa x'imiz teng qancha 3. Bu bizim tomirimiz. Yani bu tomirdan belgimiz. Mega tomir deb biz qo'yaylik. Yani qancha bu 3 sonimiz mega keldi. Bölüp atgan x son dursunmi? Andan keyin bu koeffitsiyentlarni yuqoriga quruq yozamiz. Yani bizde x'in 4 derecesinin koeffitsiyenti kelesi bizde x'nin 3 derecesiniki barliq derece yazilishi kerak. Agar x'nin kubi yo'q bo'lib qolsa, belki yana o'rin tashlab qo'yib x kvadratda bezmaydi. Chunki bu o'zining ritmi bilan yazilishi kerak. Mayli bor bo'lsin, mayli yo'q bo'lsin, kelesi x kvadrat. Kelesi bizde x. Shundaqmi? Endi kelesi bizde bosh yozam. X4 derecesining bizde koeffitsiyenti bizde 2. X kub koeffitsiyenti bizde 3. Kelesi bu bizde minus 5. X kvadrat koeffitsiyenti tutma. X koeffitsiyenti minus 7. Hem boş azarımız qancha ketadi bizde
2'ye teң. Endi bu jadvalni qani to'ldiramiz. Bu ikki soni birdilla b ko'chiraylik. 2 deb yozaylik. Ondan keyin biz kelesi bu boş chaqmoqlarni to'ldirishimiz kerak. Onun uchun bu boş chaqmoqni to'ldirish uchun aldagi sonni tomir ko'paytib, yuqoridagi koeffitsiyentga qo'shamiz. Yani bu kelesi bir ko'paygan koeffitsiyenti biroq hozir tushuntirib bermay. Qaranglar. 2 ni 3 ga ko'paytib 6, qaranglar. 2 ni 3 ko'paytib 3 ga qo'shma. Şu qancha bo'ldi bizda? 9. Yana bir raqam tushuntirib beray. 2 ni 3 ga ko'paytib, 1 ko'paytib, andan keyin qo'shamiz. 2 ni 3 ko'paytsam 6, 6 ni 3 ga qo'shsam 9. Kelesi bunu qanday bilma. Onun uchun 9 ni 3 ko'paytsam 27, 27 ni minus 5 qo'shsam qancha bo'ldi? 22 bo'ldi. Qaytarib berayman. 9 ni 3 ko'paytib 27, kelesi bu boş chaqmoqni to'pisiga minus 5 kimmi? Qo'shma. Kelesi bu boş chaqmoqni qani to'ldirma. Onun uchun bu aldagi sonni 22 ni 3 ko'paytma 66. 66 ni minus 7 soni qo'shma. 66 minus 7 qo'shsa 59 bo'ldi. Kelesi bu boş chaqmoqni to'ldirma. 59 ni 3 ko'paytib qancha bo'ldi? 177 bo'ldi. 177 ni 2 qo'shsam 179 bo'ldi. Endi qaranglar. Demek men 2x ni 4 derecesi qo'shilgan 3x kub ilan 5x kvadrat ilan 7x plus 2 köpez algan x minus 3 bölgende mening qoldig'im qancha bo'ldi? 179 bo'ldi. Endi qanday köpez alg'i chiqdi? Men aytaylik mesela şu mesela aldığım formda yazganda px ni qanday bir x minus a soni bölgende qanday bir köpez alg'i chiqib hem qaldu qilish mumkin emasmi? Demek bizning qoldig'imiz 179. Endi kelesi bu köpez alg'ini qanday aniqlaymiz? U mana bundaqlar. Demek biz 2x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kub ilingan 5x kvadrat ilingan 7x plus 2 teng deymiz. Nimga bo'ldik biz buni? X minus 3 ga bo'ldik. Shundaqmi? Endi bizning bu köpez alg'imiz qanday yazamiz? Ko'paytirilgan. Endi bu koeffitsiyentni qo'yamiz. Qanchadir birinchi 2. Endi derecesi 1 kam bo'ldi. Bu x ning 4 derecesi bo'lsa, bu x ning 3 derecesi deb yozamiz. Chunki x ni 2x ko'paytsak, mana 2x ning 4 derecesi kelib chiqadi. Kelesi 9 mi? Plus 9. Endi x ning qancha derecesi bo'ldi? Kvadrati bo'ldi. Qarang, dereceleri kemish tartibi bilan o'rinlashdi. Qo'shilgan 22 mi? 22 x kvadrat bo'lsa berganda 2 deb yozildi. Qo'shilgan qancha? 59 soni o'zi. Ondan keyin qo'shilgan 179 bu bizning qoldig'imiz. Qoldiq. Eğer ahırda bizim 0 çıksa, demek ki nima söz qoldiqsiz bo'lindi deganni bildirdi. Kelesi biz mundaq misol, mundaq bir ko'pazaliqni x plus 2 ga bo'lgandiki qoldiq deb o'ylaydi. Onun uchun biz shu Görner sxemasini foydalanamiz. Sizaylik. Bu mana qo'l belsiz o'tma. Biz tomiri bu yerdan x plus 2 ni 0'ga tenglashtirsak, bu yerda x dan qancha? Minus 2. Bu minus 2 sonini minus 2 sonni birinchi yozamiz. Minus 2. Ondan keyin barliq koeffitsiyentlarni yuqori qo'yamiz. Yuqori qo'yamiz. 2, 7, minus 2, minus 13. Ondan keyin bizde qancha? 2, 7, minus 2, minus 13 hem 9. Biz bunu Görner sxemasi bo'yicha foydalanib chiqarsak bo'ldi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul bizda biz nima qilsak bo'ldi? Şu tomir qancha ekan bizda? Minus 2 ekan, durustmi? Yoki biz p teng minus 2 bo'lganiki, ma'nosini nima qilsak bo'ldi? Tep etsak bo'ldi.
Qaysilar uchun o'ng'ay, sizlar shuning bo'yicha chiqasanglar bo'ldi. Mening uchun bu -2 bo'lganligi ma'nosida bitish o'ng'ay. Chunki birdilla 2 ko'paytirilgan -2 ning kvadrat 4 darajasi qo'shilgan 7 ko'paytirilgan -2 ning kubi enligan 2 ko'paytirilgan -2 ning kvadrati enligan 13 ko'paytirilgan -2 qo'shilgangacha 9 ni hisoblatish men uchun o'ng'ay. Bu yerda hisoblatsa 16, 16 chiqarsam 32. Bu yerda -8, -56. Bu yerda 4, -8 plus 26 qo'shilgan 9 teng. 32 enligan 56 bo'ldi. -24, -24, -8, -32, -32 qo'shilgan 26 -6, -6 qo'shilgan 9, 3. Demak, qoldi qancha? 3 bo'ldi. Kelasi biz yana shunday misol x 4 darajasi qo'shilgan 2x kub qo'shilgan 3x kvadrat 7 ni x plus 2 bo'lganga qoldiq deb bo'ladi. Yana bu yerda 2 yo'l bor. Birisi Gorner sxemasi bo'yicha. Biz Gorner sxemasi bo'yicha agar oxirida bo'sh azada bergan 0 chiqsa, u qoldiqsiz bo'ldi. Agar qanot bir san chiqsa, shu qoldiq bo'ldi. Agar biz bo'sh jadval to'ldirgan bo'lsak, biz qancha chiqadi? 3 chiqadi. Endi qaranglar. Bunda holatda yana qanot jadval to'ldiramiz. Biz qoldiq bir tomar -2. Endi koeffitsiyentlar yozamiz. Bu 1 ga teng. X ning 4 darajasi. Kelasi x ning kubini kirasizmi? X ning 4 darajasi yozildi. Andan keyin x ning kubi yozildi. Andan keyin x ning kvadrati yozildi. Andan keyin biz x yozildi. Andan keyin biz bo'sh a'zo yozildi. Bo'sh a'zo. X 4 darajasi koeffitsiyenti 1 ga teng. X ning kubining koeffitsiyenti -2 ga teng. X kvadratning koeffitsiyenti 3 ga teng. X bormi bizda? Yo'q. Shuning uchun yo'q deb tashlab ketishga bo'lmaydi. Bek 0 deb yozamiz, biroq buni hisoblaymiz. Keyin bizim bo'sh a'zomiz qancha? -7 ga teng. Andan keyin shu jadvalni qanday to'ldirib ko'raylik. Keyin bu 1 ni berga tushiramiz, 1 bo'lib keldi, shundaqmi? Endi keyin bu chaqmoq tip uchun, bo'sh klet tip uchun biz -2 ni 1 ga ko'paytib yuqori turgan koeffitsiyentimiz qo'shamiz. -2 ni 1 ga ko'paytsak, -2, -2 qo'shsak -4. Kelasi buni qanday bilmayman. Onun uchun -4 ni -2 ko'paytib 3 qo'shma. -4 ni -2 ko'paytsam 8, 8 ni 3 qo'shsam 11. Kelasi buni qanday bilmayman. 11 ni -2 ko'paytsam -22, -22 0 qo'shsam -22. Kelasi andan keyin bo'sh qandaymiz? -22 ni -2 ko'paytsak plus 44, plus 44 ni -7 ga qo'shsak bo'ldi javobi 37. Demak bizning qoldig'imiz qancha? 37. Mana mushtaq misol. Yoki buni sira birdala p -2 ni qo'yiblar, ya'ni bizga bu tomarimiz. Buni qo'yib oldingi misol o'sha hisoblasanglar bo'ladi. Kelasi biz buna misol 49 ning n darajasi 25 ning n darajasi ifodasi 24 ga qoldiqsiz bo'ladigan dalillanadi dedi. Onun uchun biz bu 49 n darajasini tog' darajalarining yoki darajalarning ayrimisi formulasini paylanib yozsak bo'ldi. Ya'ni biz x kvadrat e'lon a kvadrat, buni biz x minus a kelasi tarafda x plus a deb yozamiz, to'g'rimi? Kelasi x ning kubi e'lon a ning kubi, bu degimiz x e'lon a, endi x ning kvadrati qo'shilgan ax qo'shilgan a kvadrat. Yana bir bayqab o'tirsanglar, x ning darajasi keyin bo'lyapti, a ning darajasi aksincha bo'lib o'syapti. Shunga o'xshashlar 49 ning n darajasi e'lon 25 ning n darajasi, bu mana yozib bo'ldi. 49 e'lon 25. Birinchi transhma o'xshadi. Kelasida 49 ning n minus 1 darajasi. Chunki 3 bo'lganda bu qancha bo'ldi? 2 bo'ldi. Ya'ni mana bizning 1 darajalarimiz mana shunaqa. 1 ga 2 ni qo'shsak mana qayta 3 chiqadi. Mana bizning 1 darajamiz mana 49 n minus 1 darajasi da qo'shilgan 49 ning n minus 2 25 ning qanaqa bir darajasi bo'ldi.
һәм қошылған көпчіктегі ақырден болды бізде 25-ның n-1 дәрежесі болды. Мұштап қошында түрде не қылып ұйзылы. Анығы тырнақшын yapmaz. Әні қараңыз, 49-ны 25-ні алсақ, бізде 24 көпейтілген қанақты бар көп азалық. Қанақты бір саны 24 көпейтсек, демек бұл санымыз өзі 24-ке не қылды, әксінше қайтадан қалдық сөзін қылды, бөлінді деген сөз. Ана бөлінді қалдық бөлгі, бөліншалық бөлгі. Ана дұрыс 49-ны 25 алсақ 24, 24-ні қанақты бір санға көпейтсек, бұл саны қайтадан 24-ке бөлінді. Демек 49-ның n дәрежесі еліға 25-ні n дәрежесі 24-ке қалдықсыз бөлінеді. Бұны жазған отқан yazımız. Bir de 49 n-1 derecesi, kes 49'un n-2 derecesi, 25'nin bir de 1 derecesi. Kelesi şunda kılmanıdı, 49 n-3 derecesi, bırak 25'nin 2 derecesi bolu. Şu vaxtda bir de 25'nin 1 derecesi. Bu ahırlaşkan sıra 49'un dereceli töveleydi, ama 25'in dereceli bolu eksince össüdü. Bir de 25'den 0 derecesi de yazsalan boldu, bırak yazım salan boldu. Şu vaxtda qaranılmaydı. 25'in 0 derecesi, 25'in 1 derecesi, hem 25'in derecesi üst oldu. 49 dereceli eksinçim oldu. Kim oldu? Bunun doğrusu toğlu toğlu qarak seni kitabın adı ba, şu yerge formula qarsalan boldu.